Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun sizlarga Farg'onadan qo'yilgan reyslar haqida tushuntirib o'tamiz. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun foydaliroq bo'ladi. Xo'p, Farg'onadan Istanbulga uni vazvaratligi 3.300.000 chiqadi. Bez vazvaratligi 2.800.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 8:40 da, Istanbulga qo'nadigan vaqti 12:20 da. Farg'onadan Kazanga uni bagajligi 2.900.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.600.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti obedda 11:15 da, Kazanga borib qo'nadigan vaqti 13:00 da. Farg'onadan Novosibirga uni bagajligi 2.700.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.500.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 10:05 da, Novosibirga borib qo'nadigan vaqti 14:50 da. Farg'onadan Sankt-Peterburgga uni bagajligi 4 million so'm chiqadi. Bez bagaji 3.800.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti ertalab 8:25 da, Sankt-Peterburgga qo'nadigan vaqti 11:35 da. Farg'onadan Vnukovaga uni bagajligi 2.950.000 so'm chiqadi. Bez bagaji 2.750.000 so'm chiqadi. Farg'onadan uchadigan vaqti 16:50 da, Vnukovaga borib qo'nadigan vaqti 19:35 da. Akalar, sizlarga arzon aviabiletlar narxlari bilan tanishtirib o'tdim. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarur bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti. Masofamiz uzoq bo'lsa, onlayn aviabiletlarni ham rasmiylashtirib beraveramiz. Telegram yoki WhatsAppdan pasportlarni tashlasalaring, sizlarga aviabiletlarni onlayn ravishda rasmiylashtirib Telegramlaringga tashlab beramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilasizlar.